Sayfulloni izlab serialining 40 qismi 10 noyabr 2025 kuni YouTube'dagi Qalandar Production kanalida namoyish etiladi. Ushbu bo'limda voqealar yangi bosqichga chiqadi, sirlar ochiladi, hislar keskinlashadi, kulgu va dard bir sahnada uchrashadi. Tomoshabinlarni hayajonli lahzalar, kutilmagan qarorlar va yurakni ortovchi sozlar kutmoqda. 40 qismda har bir qadam ahamiyatli, kimdir o'z yo'lini tanlaydi, kimdir esa kechirilishni kutadi. Harakat, samimiylik va hayotiylik birlashib serialga o'ziga xos iliqlik baxsh etadi. Har bir sahna hayotning o'zi, har bir dialog yurakdan chiqqan so'z. Sayfulloni izlab o'z tomoshabinini kuldirib ham, o'ylantirib ham kelmoqda. Bu safar ham shunday bo'ladi. Serial bizni insoniy tuyg'ular, mehr va kechirim haqida chuqur o'ylashga undaydi. 10 noyabr kuni chiqadigan 40 qism bu nafaqat yangi voqealar, balki qalbni iliqlik bilan to'ldiradigan kecha bo'ladi.